Qadrli do'stlar, O'zbekistonda birinchi bor Equinox 2023 yangi modeliga gaz qo'yilgan. Shu odam bilan hozir video qilamiz, o'zini ko'rsatamiz, savol olamiz xolos. Ya'ni javob olamiz. Eng qizig'i o'sha paytda riskovat qilib metan qo'yganmiz, aka. O'zingiz olmayapman endi. Qalay yurgan shunda, aka? Metanda yaxshi yurgan endi. Keyin almashtirdik mashinalardan. Aka, nechta mashinangizni qo'ydik? 8 ta 10 ta o'tib qoldi, adashmasam. Oralarda qaysi modellaringiz bor? Eng kattalarini aytavering. Endi ko'proq inomarkalarga qo'ydik asosan. Shu qo'yganlaringiz hech bir-ikkita podvozit qildimi? Realni aytavering. Yo'q, podvodit qilmadi. Endi qilgan yerida ligirovka qilib chiroyli qilib berdiklar. Ichki to'g'rida. Necha yil bo'ldi aralashganimizga, aka? Sizga bir 10 yil cho'pon shekilli aka. 10 yil bo'lmasa ham kamida 7 yil bo'ldi-da, aka, eng kami. Ha, 7 yil bo'ldi. Equinoxdan boshlanganda. Eng qizig'i akalar, bu ikkinchi Captiva'si 2.4 ga qo'ygan edik. Qalay yurgan endi narigi 2.4 aka? Ammo go'zal yurgan. Pashti benzindaqa yurib, rasodlari ham zo'r bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Endi Hozir mononizdagi muammoni aytib bering aka. bunisi endi to'g'risini aytaveray, stajmi, stajmi, mana shunaqa qo'yilgan ekan, stak qo'yilgan ekan. Ko'rim chiqmadi, xullas yaxshi yurmadi. Stakda ham bo'lib ham akalar, Gofast 200 2.4 Captivaga qo'yilganligi uchun ham yaxshi yurmagan. Aka, nimaga almashtirdik? Shu yaxshi yurmagani uchun o'chib Almashtirgandan qolardi keyin o'zidan. o'xshadimi, o'xshamadi? Albatta go'zal. Shu eski narigi mashinaga o'xshatib oldim. Eng qizig'i akalar, klientni injig'i bo'ladi-yu. Eng maksimalda turadigan, papkadagi eng yuqorida turadigan akalardan injiqlar bo'yicha. Lekin shu odamni ham mana Xudo xolasa Yevropa gaz bloklardan qo'yib, parametrlarni xos qilib, chotki qilib yurib nastroyka qilib to'g'rilab berdik. Idealni yurib berdi aka, ko'rdingizmi? Albatta, mashinaga moslashish zo'r ekan, gap yo'q. Yaxshi qilib berdi, ko'ngilingizda yurib berdi. Devorlari. Razi bildirdi-yu aka. Akalar, xuddi shunday. Bu yerda asosiy masala shuki, har bir mashinani parametrdan ortiq kuchdan kelib chiqqan holatda nastroyka qilib olib chiqqan holatida bloklarda injektorlar tanlaydigan bo'lsangiz, sizning mashinangizga ham idealni qilib yurgizish mumkin bo'ladi. Vaholanki o'ziga xos ravishda qo'yilmasa, albatta muammo keltirib chiqaradi. Yurmaydi emas, yuraveradi, lekin zo'r yuravermaydi. Shuning uchun tanlovda adashmanglar. Gazpro Service har doim sizlarning ustinglarda mashinalarni muammosiz harakatlanishida doim harakatda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar, biz esa davom etamiz.